Iminoy mana shu ikkalasini videoni oxiriga olib qo'ydim. Hozir men sizlarga bular haqida batafsil ma'lumot beraman. Tak, birinchisi mana bunaqa serum. Vot qaranglar. Bilasizlar, buni hammamiz bilamiz, eng top trenddagi serumlardan. Lekin bu serumni nimasi yaxshi, nima uchun buncha hamma bunga qiziqib, zo'r deb maqtayapti desam, hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu yuzinglarni, masalan, ugridan tozalaysizlar, dog'dan tozalaysizlar, to'g'rimi? Yoki chiqdi. Yoki har xil nima deydi uni, aknelardan tozalaysizlar-ku, ana undan keyin qarang. Ana undan keyin yuzinglarni o'sha narsa qaytalanmasligi uchun himoya maskasi sifatida ishlab berar ekan. Bu deganiki, aseptika. Tushundingizmi? Aseptika sifatida ishlab beradi. O'sha narsani yuzingizga paydo bo'lishini oldini oluvchi smaska, ya'ni maskaday ishlab berar ekan. Bu deganiki, bu narsani nimadir bo'lgandan keyin, yuzingizga nimadirlar chiqqandan keyin emas, prosta shunchaki kunlik rejimda ishlatib yursanglar yaxshi degani. Bu degani yaxshi degani. Shu. Qisqasi shu, bilganim shu. Sizlarga bundan ortiq yana qanaqa qilib tasvirlab berishni bilmadim. Chunki men unaqa kosmetolog yoki unaqa degustator emasman. Bilganimcha aytaman. Xo'p, keyingisi Lancome'ning toneri. Bu toner bilan essensiya birgalikda qilingan. Ya'ni toner bilan essensiya birgalikda qilingan. Bilasizlar, toner yuzni namlantirib beradi. Essensiya ham namlantirib beradi. Lekin toner bilan essensiyani bir-biridan farqi nimada desanglar, sizlarga aytaman. Toner namlantiradi примерно 80% deb olaylik. Essensiya namlantiradi 99%. Hech qaysiga men 100% namlantiradi deb garantiya bermayman. Может, men bilmasman 100% namlantirib beradiganini, lekin tonerga men 80% namlantiruvchi foiz beraman. Essensiyaga esa 99%. Tushundinglar? Bu esa tarkibi ham essensiya, ham toner. Bu deganiki 2 barobar kuchli rezultat degani. Aynan mana shu joyi menga juda yoqdi. Ikkalasi bittada bo'lsa yaxshi. Essensiya toner qilib alohida qilib o'tirmaysizlar, shuni bitta o'zini ishlatasizlar. Langom narsalarini ko'pchilik maktab chiqayotganini ko'rdim. Lekin qaray desam, menga unchalik interesli bo'lmagan edi. Shuga Iminoy o'zim sizlarga ozgina qo'limga qo'yib ko'rsataman. U yoqqa degustator uchun qo'ygan. Mana qaranglar, rangi oq bo'lib oqamas. Voy, oqib ketdi. Oq bo'lib oqamas. Nima qaymoqcha bo'lib qaymoqcha ham emas. Ozgina tonkigina oqishcha rangchasi bor, keyin teriga juda ham yaxshi singib ketadi. Jip-jip bo'lib qolmaydi yoki shilliqcha bo'lib qolmaydi. Zo'rda, shunday hidi ham приятный. Yo'qadi. Bitta narsani aytaman, men narsa tanlayotganda doim hidlab ko'raman. Hidi yo'qsa, menga ma'qul kelsa, ana undan keyin tarkibini ko'raman. Agar hidi yo'qmagan taqdirda ham tarkibi bu yaxshi bo'lsa olaman, lekin meni e'tiborimni tortadigan jihati birinchi o'rinda uni hidi. Chunki baribir ayol kishimiz iforli, hidi yaxshi narsalarni, hidi nima deydi, odamga yoqadigan narsalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Shunaqa. Va nihoyat raspakovkamiz ham tugadi. Sizlar bu yerdagi narsalarni qaysi birini ishlatib ko'rgansizlar va qanaqangi ular haqidagi odzivlarga egasizlar, kommentariyga yozib yuboringlar. Hammasini o'qib chiqaman. Paka.